85, 80 qo'ysang yo'qolib qolyapti. 75, 80, 85 kalibrda bugungi chislo 2025-yil 26-iyun sanasiga e'tibor berib ko'ringlar. Ko'rib turganlaring Mauser o'sha 2020-yillarda eng mashhur noki Mauser noki bo'ladi do'stlar. Olgan mevasiga baho berasizlar. Hozir tashkillashtirilyapti oldin tashkillashtirilgan yoki endi tashkillashtirilayotgan nok bog'lar oralig'ida boshqa sortlar bilan changlatib ekishlaringni maslahat beraman do'stlar. Yaqinroqdan ko'rsating. Mana ko'rib turganlaring mana kuzgi nok, boshqa nok turi. Bu yonida mana Mauser, e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Mana bu tomonni ham videoga oling. Mana bu ham Mauser nok. Mana bu yonida boshqa sort nok. Bunaqa kombinatsiya ekilishdan maqsad changlatish maqsadida shunaqa kelgan. O'zini o'zi changlata olmaydi, lekin boshqa noklar bilan changlataveradi. Bu yoqlarni ko'rsating. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Olgan mevalariga baho beringlar mana. Egilib ketgan, baylab qo'yilgan mana. Pastdan olib ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu tomonlar ham. Olgan mevasi. Mana bu tomonlar ham mana. Mauser nok do'stlar, buni kuzgi mavsum uchun mevali ko'chatlarga yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94lik 139 3339 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar do'stlar. Buni sizlarga hozir og'irligini ham ko'rsataman. Yaqinroqdan ko'rsating. Ko'rinyaptimi kamera? Mana 303 gram. Buni 3 tasi agar yetilganda 3 tasi 1 kilo ham chiqib qo'yadi, lekin 3 ta 4 tasi 1 kilo chiqadi. Shu sababli buni ham mevali bog'larni tashkillashtirishlarini maslahat beraman. Joy tanlamaydi, faqat changlatish bilan eksangiz bo'ldi. Maqsadingizga to'liq, aniq yetkazib boradi. Do'stlar, noklarga bittadan like bosamiz, podpisatsiya bo'lib qo'ying. Keyingi video bog'dorchilik bo'yicha bundan ham qiziq bo'lishi mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Do'stlar, hozir bunga me orqali yeb mazasiga baho beramiz. E'tibor berib ko'ringlar. Hali xom, lekin eksportga yaroqli holatda, lekin sochiniligi chetdan ham bilinib turibdi. O'ng qo'l bilan bismillahirrohmanirrohim. Agar buni Yevropaga eksport qilsangiz ham yana so'rash aniq, chunki bozorlardan olib bitta yeb ko'ring, mazasiga baho berasiz. O'ta zo'r, zo'rlik bo'yicha yemagansiz hali. Mazasiga like bosamiz. Sog' salomat bo'lasizlar, bizni kutishda davom etadi do'stlar. Nok yegan ham kelasizlar do'stlar. Lekin juda zo'r ekan.